Agarda sizning ko'zingizning tagida xuddi shunaqa shishlar bo'ladigan bo'lsa, pochkam og'riyapti deb o'ylashga shoshilmang. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barchaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan birgalikda mana shu ko'z tagidagi shishlar haqida gaplashamiz. Uning kelib chiqish sabablari o'zi nima bilan bog'liq va qanaqa qilib davolasa bo'ladi. Demak, xalq orasida shunaqa gaplar yurar ekanki, agar ko'zing tagida shish bo'lsa, agar seni pochkaga og'riyotgan bo'lishi mumkin deb. Aslida bu nima? Hozir sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Agar atrofingizdagi odamlarga e'tibor beradigan bo'lsak yoki o'zingizda ham bo'lishi mumkin, ba'zi odamlarning ko'zini tagida xuddi shunaqa shishlar bo'ladi, xuddi podushkaga o'xshab alohida shishib turadi. Bu ba'zan yosh bolalarda ham uchrashi mumkin yoki yoshi katta odamlarda ham uchrashi mumkin. Mana shu aynan shishlar bu ko'z tagidagi grizalar hisoblanadi va buning asosiy kelib chiqishining sababi mana shu mushaklarimizni bo'shashishining hisobiga yog'ni tashqariga chiqishi yoki ko'zlar tagida yog'larning tug'ma ko'p bo'lishi hisoblanadi. Agar ko'zimizning anatomiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda yon tomondan ko'zning anatomiyasi ko'rsatilgan. Demak, bizda qovoqlarimiz bor, tepa qovoqlarimiz ko'radigan, ya'ni shell glaza deydi, ko'z teshigi joylashgan. Hozir yopiq turibdi. Shu bilan birga pastki qovoqlarimiz joylashgan bo'ladi, hamda orada ko'z. Ko'zni e'tibor bersangizlar, tepa qismi va pastki qismida sariq yog'larimiz joylashgan. Bu yog'lar nima uchun kerak? Biz yurgan vaqtimizda ko'zimizni yaxshi qimirlashi, amortizatsiya vazifasi uchun bizga kerak bo'ladi. Mana shu yog'larni tashqari tomondan e'tibor bersangizlar, teri, mushak hamda fasya ushlab turadi. Ya'ni ko'zimizning tagidagi yog'larni mana shu 3 ta sloy ushlab turadi. Ba'zi odamlarda mana shu yog'larimiz tug'ma ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni yosh bola yoki qiz bo'lishi mumkin, yoshlikdan ko'zini tagi shishib turadi. Yog'ni ko'p bo'lishining hisobiga yog'larimiz sal tashqariga chiqib qoladi, shishib. Juda ko'p odamda esa yosh o'tgan sari mushaklar bo'shashadi va ko'z tagini, ya'ni ko'z tagidagi yog'larni ushlab turadigan teri, mushak, fatsiyani bo'shashganining hisobiga yog'larimiz endi tashqariga qarab oqib chiqishni boshlaydi va ko'z tagida mana shunaqa shishlar paydo bo'ladi. Demak, mana shu bo'rtib chiqadigan yog'larimiz bu grizalar deyiladi. O'zi umuman tanadan bo'rtib chiqadigan любой narsani griza deyishadi. Masalan, umurtqa pog'onasida bu nervlar bo'lishi mumkin. Umurtqani teshiklaridan nerv chiqib qoladi. Bu umurtqani grizasi yoki kindik atrofida ichaklarning chiqib qolishining hisobidan ichak grizasi, ya'ni churrasi paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda esa ko'zning grizasi aynan mana shu yog'larimiz. Endi demak, nima uchun bu yog'larni pochkalar bilan, ya'ni buyraklar bilan bog'lashadi? Sababi bu yog'lar suv to'plash xususiyatiga ega. Masalan, e'tibor bersangiz, siz kechqurun yotgan vaqtingizda tanadagi barcha suv bosh qismga qarab oqadi va ko'z o'zining atrofida juda ko'p suvni simib olishining hisobiga ertalab turgan vaqtingiz ko'zning tagi shishib turishi mumkin. Agar sizda griza bo'ladigan bo'lsa, mana shu shish 2 marta yoki 3 marta ko'p bo'ladi. Juda ham qattiq shishlar bo'ladi. Kun bo'yi turib yurganingizdan so'ng suv pastga oqishining hisobiga grizalarimiz puchayadi va nisbatan tekisroq holatni oladi. Endi pochka bilan bog'liq tomoni, agarda sizning buyragingizda muammo bo'lsa, tanadan suvni chiqib ketishi sekin bo'ladigan bo'lsa, tanada suvning miqdori ko'payadi, umumiy suvning miqdori va bevosita yog'larimiz atrofida suvni simib olishni boshlaydi va sizda postoyanli ko'z tagida shishlar bo'lishi mumkin. Endi bu agar mana shu grizalarni olib tashlaydigan bo'lsak, sizni pochkangiz og'risa ham sizda ko'zingizning tagida shishlar bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bu bevosita buyraklar bilan bog'liq jarayon emas, faqatgina aytishimiz mumkin tanadagi buyrakning indikatori. Ya'ni ko'zning tagi shishyaptimi, buyragingizda muammo bo'lishi mumkin. Agar bu yog'ni olib tashlasak, sizning buyragingiz og'risa ham ko'zning tagi shishmasligi mumkin. Endi xo'p, mana yog'lar bo'rtib chiqar ekan, ko'z tagida shish paydo bo'lar ekan, buni organizmga qanaqa zarar ta'siri bor? Ko'zga zarar tomoni bu mana shu yog'larimiz atrofida suv shimgan vaqtda ko'zga bosim berib, ozgina ko'z ichki bosimini yoki umumiy ko'zni bosimini orttirishi mumkin. Eng asosiy, ya'ni bu yerda organizm uchun zarar tomoni esa ko'pincha estetik hisoblanadi. Ya'ni ko'z tagida shishlar bo'lsa agar, bu sizni har doim horg'in, ya'ni energiyasi kamroq qilib ko'rsatishi mumkin. Siz svejroq ko'rinishni xohlasangiz agar, bu grizalarni olib tashlaganingiz ma'qul. Shuning uchun ko'pincha estetik maqsadda va qisman tibbiy maqsadda bu grizalarni olib tashlaymiz. Demak, bemorimizda ham e'tibor bersangizlar, ko'z tagida yog'larimiz bor edi. Bularni chiroyli qilib oldik. Demak, eslatib o'tamiz, bu yog'larimizni uy sharoitida yoki kosmetologik usulda qanaqadir siz yo'qota olmaysiz, faqat xirurgik usulda olib tashlash kerak. Olishning ikkita usuli bor. Birinchisi bu ya'ni traditsion nijniy blefaroplastika, ya'ni pastki qovoqlar blefaroplastikasi. Bunda kiprik tagidan kesmalar o'tkaziladi va kirib bevosita o'sha yog'ni ortiqchasini olib tashlaymiz, qolgan qismi o'zini funksiyasini qilaveradi. Faqat bo'rtib turgan qismini olib tashlaymiz va shunda terilardan ham chistishni tortib, ajinlarni ham kamroq tekislashning imkoniyati bor. Bemorimizda aynan shunaqa
amaliyot amalga oshirilgan do'pposlarni ko'rishlaringiz mumkin. Endi ba'zan bo'ladi, yoshlarda ko'pincha tashqaridan ortiq terilar ko'p bo'lmasligi mumkin. Bunaqa holatda biz tashqaridan kesma o'tkazmaymiz, ya'ni izlari qolmasligi maqsadida ko'zni ichki tomonidan transkonyuktival blefaroplastika deyiladi, ya'ni kichkina teshik orqali kirib faqat yog'laringizni o'zini olib berishimiz mumkin. Bunda afzalligi izlari bo'lmaydi. Shish qizarishlar nisbatan kamroq bo'ladi va tez tiklanish jarayoni tez bo'ladi. Kamchiligi, agar sizda tashqaridan terilar osilib turgan bo'lsa, agar mana shu terilar, ajinlar yana ham ko'payishi mumkin. Teri bo'lgan holatda biz ko'proq tavsiya qilamiz kesib olinadigan, ya'ni traditsion usulda blefaroplastika qilishni. Organizmga, demak, operatsiyamizning zararli ta'siri yo'q. Aytganimizdek, ham foydasi bo'ladi, ham estetik jihatdan chiroyli ham ko'rinadi. Agarda sizni ham tanishingizda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa yoki o'zingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, hozirroq mana pastdagi telefonlarga, ya'ni telefon qilib konsultatsiyamizga yozilishingiz mumkin yoki operatsiyaga ham yozilishingiz mumkin. Uzoqdan bo'lsangiz rasm jo'nating, biz konsultatsiya onlayn qilib beramiz sizga va bizni kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'ying. Bundan keyin bundan ham, ya'ni foydali videolar qilishda davom etamiz. Hammaga rahmat, kuzatishda davom etinglar. Xayr, sizlar bilan doktor Choriyev bo'ldi.